Assalomu alaykum. Bu HTML darsining ikkinchi qismi. Bugun sizlar bilan yana taglar haqida gaplashamiz. Ketdi. Bu ahref. O'tgan safargi videoda ham tushuntirgandim. Bu boshqa sahifaga o'tishdagi. Keyingisi image. Bundan sahifaga rasm, logo va tasvirlarni joylashtirish uchun ishlatamiz. Bunisi button. Bu sahifaga button, ya'ni tugma qo'shish uchun ishlatiladi. Keyingisi div. Blok konteyneri. Bundan asosan elementlarni tartibli qilish uchun ishlatamiz. Keyingisi span. Satr ichidagi kichik tekst. Ya'ni bu satr ichidagi kichkina matnning biror qismini ajratib ko'rsatadi. Biri bu break, yangi qatordan boshlash uchun ishlatamiz. HR bu gorizontal chiziq. Ko'p gapirmasdan bir marta ko'rsatib bering demoqchi bo'lsanglar, to'g'ri aytasizlar. Kelinglar masalaga imagedan boshlab ko'rsatib beraman. Image deb yozsanglar, src alt chiqaz beradi. Bu nima demoqchi bo'lsanglar agar src ga slash yozamiz. Men VS Code'ga rasm tashlab oldim. Image qo'yib oldim. Alt ga misol uchun hozirlik ko'rsatib beraman. Go live qiladigan bo'lsak, mana bu minyonning rasmini chiqazib beradi. Bu yerda shunaqa rasm bor edi, chunki alt ga minyon deb yozadigan bo'lsak, misol uchun bizga rasm kelmay qolsa yoki o'chib ketadigan bo'lsa, mana shu chiqib turadi. Men minyon foydalanuvchi nima borligini ko'rish uchun chiqib turadi. Bizda hozir kelayotgani uchun turaveradi bu. Keyingisi button. Bu button. Misol uchun mana bunisi button. Keyingisi bo'lsa div. Div va asosan style CSS'larni, ya'ni elementlarni to'g'ri joylashishini o'rganish uchun qilamiz. Misol uchun bu ikkalasini yonma-yon qilmoqchi bo'lsak, divdan foydalanishimiz mumkin. Hozir yonma-yon bo'lmaydi, biz style CSS o'tganimizdan keyin. Misol uchun bu hozir ikkalasini o'rab turadi. Keyingisi span. Hozir spanni sizlarga to'liq qilib tushuntirib beraman. Bizda bitagi bor edi. Men bu yerda olib turamiz edi. Qo'yib oldim. Xo'p. Spanni yozdim. Alaykum olaman-da, spanni ichiga qo'yaman. Spanni o'zini ichiga style yozaman. Style color yellow misol uchun. Bizga alaykumni o'zini sariq beradi. Span qaysidir so'zdan qaysidir ajratib berish uchun ishlatiladi, aytib o'tganimdek. Birini ham hozir ko'rsatib beraman. Pini olamizda yana qo'yib turamiz. Mana chiqdi. Yonma-yon chiqdi. Biri qo'yib yuborsak, bizga pastdan chiqib beradi. Keyingisi HR. Eng pastidan HR qo'yadigan bo'lsak, bizga chizuv tortib beradi. Asosan tepadagi sectiondan pastdagisini ajratish uchun ishlatiladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, подписаться bosib qo'yinglar. Keyingi videomiz CSS tushuntirish bo'ladi.